arzon pulga tunikafon qildirib 2 yildan keyin afsuslanib yurmang deb ko'p aytaman, lekin ba'zi birovlar puliga o'chib arzon tunikafon qildirib qo'yib afsuslanib yuribdi-da. Mana bu ishlarni qarang. Bu uyda egasi ham pulni o'ynab topolmaydi-yu. Qancha mehnat bilan pul topadi. Bir so'm pul topishni o'zi bo'lmaydi. Endi mana bu ishlarga qarang. Ish bilan ishni, usta bilan ustaning farqi bor. Bugungi videorolikimiz arzon pulga tunikafon qildirib, afsuslanib qolmasliklaring uchun sizlarga xolis maslahat bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Kamina usta Abdulloh, 17 yillik tajribaga ega tunikasoz mutaxassisiman. Biz qadriyatli ustalar jamoasiga asos soldik va jamoamiz bilan birga 7 yil mobaynida 400 ga yaqin katta xonadonlarda juda ham chiroyli suratni tugatib, muvaffaqiyatli o'z egalariga topshirdik. Navbatdagi ishimiz Samarqand Narpayda Haqiqat mahallasida Jureyev Husanbonu xonadonini juda ham chiroyli klassik variantda tunikafon qilib tugatdik. Hamma go'zallik ichkarida, qani ichkariga. Ish bilan ishni, mahsulot bilan mahsulotning farqi bor. Bir xillar narxi muncha qimmat deydi. Chunki bizaki xaltura emas ishlarimiz. Ishlatilayotgan mahsulotlar sifatli, ustalar esa professional, mehr bilan yondashilgandan so'ng ishimiz mana shunaqangi go'zal suratga keldi. Boshda ba'zi birlar shunday o'ylash mumkin, lekin tunikafonni qildirgan odamlar buni biladi. Haqiqatan bir tunikafonga qaragan paytingizda sizga bir mazza qiladigan atmosferani biz qilib berishlikni oldimizga maqsad qo'yganmiz. Agar haqiqatan siz ko'rganingizda mazza qiladigan bo'lsangiz, demak biz o'z maqsadimizga erishdik. Agar siz puldan qochib, arzonroq pulga tunikafon qildirib, katta joylarda katta pulga qildirsangizda, ertaga bu yoqmay qolsa, shu qilib bo'lgandan keyin yoki qayerlarda chiroyli kelmay qolsa, professional yondashuv bo'lmay qolsa, nima qilasiz? Buzdirib boshqatdan qildirasizmi yoki ustaga to'lattirasizmi? Usta qayerdan to'laydi? U zo'r oddiy bir usta bo'lsa. Lekin bizlarda professional, qo'li gul yigitlarimizni ishidan tashqari har bitta narsa detalga mehr bilan yondashuv qilgan. Mana qarang, har bitta qilingan ishlarni o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib baho bering. Endi mana shu narsani bizga juda ko'p odamlar murojaat qiladi. Endi bizlar ijtimoiy tarmoqqa ishlarimizni qo'yganimiz uchun sizlar to'g'ri tushuninglar. Ko'p odam murojaat qiladi-da, Abdulloh, bizda mana bunaqa muammo bo'lib qoldi, ishimiz ishkal bo'lib qoldi, mana bu yer qiyshiq bo'ldi, buzib qo'ydi, o'xshamadi, ko'p pul tunikani orttirib qo'ydi. Endi nima qilaylik dedi. Men aytaman, men bilmasam, men nima sizga hozir maslahat beraman. Agar ishingizni qildirmasdan oldin chaqirganingizda biz sizga chiroyli qilib berardik. Muammo bo'lmas edi deb turib. Azizlar, 400 ga yaqin xonadonni muvaffaqiyatli tugatib, mijozda rozi qilib pulni olishlik bu ancha mashaqqatli narsa. Qadriyatli usta degan nomni qo'yib o'shanga javob berishlik qiyin narsa. Bizlar ham qiynalamiz, bizlar ham insonmiz, bizlar ham xato qilamiz. Lekin harakat qilamiz o'sha narsani bir chiroyli qilib, uy egallarini qo'lini nima deydi, rozi qilishlikka. Endi mana shu uyda egasi Dostonjon ukamiz musofirda turib, mehnat qilib, pulni tiyiniga qo'yib, pulni yig'ib, mana shu uyini bir yaxshi niyat qilgan ekan, mana shu uyini mana shu chiroyli suratda tugatdik. Sizlar ham xuddi shunday negativ bo'lmasdan, hasad qilmasdan, havas bilan, havas qildim, menga ham shunday uylar nasib qilsin deb kommentariyaga yozib yuboringlar. Allohim sizlarga bundan ham zo'r uylarni nasib qilsin. Shu ustalarimizni mehnati bitta layklaringga arzimasa endi bilmadim. Bepul layklar bitta bosinglar. Hali ham podpiska bo'lmagan bo'lsangiz, podpiskani bosib qo'yinglar. Biz sizlarga faqat shunchaki tunikafon qilib bermaymiz. Men bu ko'chadan shunday mehmonlaringiz kelgan paytda to'g'ri ko'zi nimaga tushadi? Pastga yerga qaramaydi. Shuni turib tepaga qaraydi. Tepaga qaragan paytda bu uyingizda haqiqatda statusini ko'tarib beradi. Bu mehmonlarning oldida bir o'zingizga boshqacha bir yoqimli atmosfera bo'ladi. Bundan tashqari, siz ham Doston ukamizga o'xshab ota-onangizni ko'zini xursand qilaman desangiz, agar ishlarimiz sizlarga ham yoqqan bo'lsa, men bu pastda nomerlar qo'yib qo'yganmiz. Shunga qo'ng'iroq qilsanglar, eng qizig'i maslahat berish, o'lchab hisob-kitob qilish bari bepul. Uzoqdan turmay ishladim. Hozir qo'yma. Sog'vo, muborak bo'lsin. Rahmat, o'zlaringizga muborak bo'lsin. Biz minnatdormiz biza Abdullohjonni mana qilgan ishlaridan biza juda mamnun biza. Rahmat. Sizlar ham shunga ana qilinglar. Biza internetdan ko'rib shu odamga ishonib o'zimiz birdaniga topshirdik. Bitta samariz yo, bitta mix yo, bitta narsa olganimiz yo'q. O'zlari olib kelib, hammasini o'zlari tayyorlab berdilar.
juda chiroyli chiqdi. Meni darvozadan kirganimdan juda kayfiyatim ko'tariladi. Odam hammasini ham vanaqamsiylarimiz kelib juda orzu havas qilyaptilar bular. rahmat. Biz ham shunday qilsa, juda chiroyli chiqibdi. Kim eshikdan kirsa, juda chiroyli chiqibdi deb ketyapti hammasi. Mayli, sizlarga ham yaxshi kunlarga nasib qilsin Ihson bu. Bergan pullaringizdan rozi bo'lingizlar. Rahmat. Xullas kalom, ushbu ishimiz materiali 04 lik Toshkent metallurgiya zavodi tunikasi, taydagi karkashlari metaloprofilga bo'lgan, samarezlari, kleylari, xullas kalom lisalari oyoq tuyiga qo'yilgan butun dastavka xarajatlari hammasi ichida 1 kvadrat tunika fondi narxi 150 ming so'mdan qilib egasiga topshirdik. Bundan tashqari bu yerda kosmos olib kelib o'rnatdik 3 ta. Xullas kalom hamma xarajati 350 kvadrat tunika fondi o'zi bo'ldi. Jami xarajati 60 million 850 ming so'mga qilib berdik. Ishimiz narxiga arziydimi, yo'qmi? Pastdagi kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni bildiringlar. Sizlar uylaringizda qanaqa fasonda tunika fon qildirmoqchisizlar? Qadriyatli ustalarning xizmatlari sizga ham qiziq bo'lsa, siz ham uyingizda tunika fon qildirmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib buyurtma berishingiz mumkin. Siz ham ushbu uyning egasi Dostonbekka o'xshab musofirda bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp, imolarimiz ishlab turibdi. Qadriyatli ustalarni kuzatishda davom etinglar.